Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchilar. Erta tongdan ishimiz qizg'in davom etmoqda. Sizlar bilan birma-bir tanishtirib chiqaman mashinalarni. 10X mashinamizga propan ustunovka bo'lmoqda. 47 talik bilan Nexia 2 mashina, Legenda mashinamizga esa metal ustunovka bo'lmoqda 100 talik balon bilan. Bu keyingi mashinamizga esa 10X mashinamiz, bunga ham 48 talik bilan propan ustunovka bo'lmoqda. Oldi qismiga ketgan jihozlarni birma-bir tanishtirib chiqaman. Pastki 24x4 Polsha original miya. Nordic original reduktorimiz bo'ladi. Fagmin одноразовый hid chiqarmagan shlanglar bilan bo'ladi. Nexia'mizga 4-paketleni qo'yib bermoqdamiz. Bu Fas 200 Polsha original miya bo'ladi. Bunga ham X original reduktorlar bilan bo'lyapti. 10X mashinamizga esa Basiko 24x4 Yevropa gaz Polsha miya. Nordic original reduktorimiz italyanskiy bo'ladi. Parsunkamiz Royal Parsunka italyanskiy bo'ladi. Ular kodlarigacha yozib ko'rsatilgan. Fagmin одноразовый hid chiqarmaydigan shlanglar bilan ustunovka bo'lmoqda. Kimga agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin.